Mana alhamdulillah ko'pchilikka to'proq shashmaymiz. Biroq meshitga kelgan ko'pchilik jamoat Qur'on o'qib bilmaydi. Qancha aytyapmiz, Qur'on o'qingizlar. Qur'onni jatdangizlar. Qur'onning arabiy savotingizni chiqaringiz. Qur'on o'qingiz. Qur'on o'qigan odamning suyagi qabrda shirimaydi. Biroq uni mana qulog'idan kiradi, ana qulog'idan chiqmaydi. Nega? Shaytonlarning mo'yinida o'tiradi. Sening jumusing ko'p. Sen namoz o'qisang bo'ldi endi. Sen odamlarga ko'shida jur, sen namoz o'qiyapsan degan xayolning barlig'ini shaytonlarning olib kelib bizni Qur'on jattavdan. Sababi Qur'on o'qilgan vaqtda ol qashad, ol turolmaydi, ol jilaydi, ol shing'iradi. Ol turolmaydi ol yerda. Bir jigit bir kuni izbandab aytadi, ustoz bo'lsa namozlarda o'yin buzilib ketaveradi. Ne istesam bo'ladi dedi. Men aytdim, sen har doim Qur'on o'qib yurgin dedim. Har doim bo'lsadingmi Qur'on o'qib yur. Eng kamida biletin suring, qul huvallohu ahad bo'ladi bo'lsa, jurgan yeringda ishingdan qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Buni ma'nosi bilan chattab qaytalab yur, inshaalloh bu vasvasa bo'lmaydi dedim. So'dan bir kuni menga aytadi, ustoz dedi, rahmat dedi. Men dedi, vashshamsiga shin chattab qo'ydim dedi. Vashshamsiga shin o'zim chattab qo'ydim dedi. Alhamdulillah, namozlarimda o'yin buzilmaydi bo'ldi dedi. Sebebi bizning miyamizda shaytonning vasvasasi o'ta ko'p. Uy bor, bola chaqa bor, mol dunyo bor, ani savdo bor, sotiq bor, bozor bor, bari miyda. 99% dunyo, canınız gana 1% gana namaz. Sol namazga bargan vaqtda qarangiz, 1 köppe 99 köppe. 99% bizning miyamizni jeb qo'yadi. Biz uydagi xotinga qaray olmaymiz. Xotinning oramal oraydimi, oramaydimi qaramaymiz. Xotinning namozini qaramaymiz. Balaning namozini qaramaymiz. Qizning namozidan kiyimini qaramaymiz. Nega? Bizning miyamizning bari mashg'ul bo'lib qolgan boshqa narsa bilan. Sol uchun biz o'gan söylay olmaymiz. Ko'ryapsizmi? Şidamızda namazımızda aytıyor, bir bale qilib жүріп o'qib bitiramizda tilimiz tileklerde aytadi, miyimiz bozorda aynaladi, yuragimiz o'lik bo'ladi, qaytib duomiz qabul bo'ladi. O'zingiz o'ylangiz. Qalay bizning duomiz qabul bo'ladi? Mana karate degan sport bor. O'sha karate degan sportda manday bir koreys chiqadi, manday bir koreys, karate bir yapon bosh chiqadi. Şiddetde 8-9 kışta vurup sınırattı. Yeğin gezerdiği bu biz gelemizde bir kışta sındıramazsan kolumuz sınık. Kolum beri bıtıs çıkat. Ol Japon'un kolundan yükesi de o bizim kolumuzda. Boyumuzda da o. Nege biz bir kış sındıralmayımızda ol 9 kış sındıradı. Sebebi ol bütün kişinin varlığını çiğnep alıp geliyordu biledi. Sodan ki ol sındıradı. Biz namaz o'qiydigan vaqtda bütün o'yimizning barlig'ini bir gana Allohga jinab o'qiydigan bo'lsak, bizning namozimiz qabul bo'ladi, duomiz qabul bo'ladi, ertan oxirat yuzimiz sharq bo'ladi. Biz shaytonning aldovuna tushmagan bo'lamiz o'sha vaqtda. So'zim bu shaytonning vasvasasidan Allohning o'zi saqlasin. Bu shayton la'in. Qachon azon aytilsa qashadi. Qachon takbir aytilsa qashadi. Qachon Qur'on o'qilsa qashad. Qachon haqiqat aytilsa qashad. Qachon amr ma'ruf nahiy munkar bo'lganda qashad. O'sha vaqtlarda ko'p duo qilib qo'yish kerak.